Shoir Hayriddinjon Qosimiyning o'zini yozgan she'ri shaxsan o'z farmoyishiga taqdim bo'ladi. Buni joni dildan yaxshi ko'rgan nomzodlar ham farmoyishi bor. Shularning farmoyishiga saf bo'ldi. Abdulloh Nazariyevlar uchun ijro qildi. Eshitdim sog'lig'ingizlarni. Juda sevaman o'zim seni nigorim, eshitgin zorim, eshitgin zorim. Bu qalbimning sohibi o'zing dilmadorim, sen vafodorim, sen vafodorim. Qoshlaring kamon gulim seni bo'ying novcha, bo'ylaring novcha, bo'ylaring novcha. Ishqim ketibdi o'zing ay ko'z xumorim, sen vafodorim. Ey nozamin nozlari tep kabob etding, ey nozamin nozlari tep kabob etding. Meni ishqingga ko'ydirib xarob etding. Ko'zlaring ajoyib, nozlaring ajoyib, ko'zlaring ajoyib, ey nozlaring ajoyib, ey shirin so'zlaring, xumor ko'zlaring, shirin so'zlaring, xumor ko'zlaring. Oyna bo'lsam seni oppoq yo'llaringga, shu yo'llaringga, shu yo'llaringga. Nesha bo'laman jonim degan so'zlaringga, shu so'zlaringga, shu so'zlaringga. Kiygan kuylaging o'zingga qancha yarashgan, qancha yarashgan, qancha yarashgan. Intizor bo'lib turaman kelgan yo'llaringga, meni yo'llaringga. Ey nozamin nozlari tep kabob etding, ey nozamin nozlari tep kabob etding. Meni ishqingga ko'ydirib xarob etding. Ko'zlaring ajoyib, nozlaring ajoyib, ko'zlaring ajoyib, ey nozlaring ajoyib, ey shirin so'zlaring, xumor ko'zlaring, shirin so'zlaring, xumor ko'zlaring. Shoir Hayriddin Qosimiyning WhatsApp raqamlari 2090 544 715 61 44. Qaromush qilmang do'stlar.